Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan takrorlanmas robotlar jamoasi YouTube kanalimizga xush kelibsizlar. 5 mingta bo'lishimizga oz qolyapti. Xudo xolasa sekin-sekin obuna bo'lishni unutmanglar. Albatta 5 mingta bo'lsak, sizlarga ajoyib sovg'a bo'ladi. Juda ham ajoyib savdo robotini tayyorlab qo'yapmiz. Bu galgi videoda aynan qo'lda savdo qiluvchi treyderlar uchun mutlaqo bepul hisoblangan bitta yangi robot chiqardik. Bu robotni boshqa joydan aniq topolmaysizlar, chunki o'zimizning shaxsiy g'oyalarimiz asosida tayyorlangan robot hisoblanadi. Aynan qo'lda savdo qiluvchi treyderlar yoki doimiy ravishda robotlar ishlatib yurgan treyderlar uchun ham har ikkala tomon uchun ham manfaatli, kerakli robot hisoblanadi. Mana shu videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Robot haqida batafsil ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Demak, biz boshladik. YouTube kanalimizga kirsanglar 10 kun avvalcha bepul robot, ya'ni Close All Grid Manager nomli robotni joylashtirib qo'yganmiz ekan. Mana shu robot ham albatta sizlarga yordamchi bo'la oladi. Aynan grid yo'nalishida ketma-ket bitimlar ochib, risklar to'g'ri boshqarib ishlovchi treyderlarga, ya'ni stop loss qo'ymasdan, qo'pol qilib aytganda, ba'zi savdolar shunaqa bo'ladi. O'sha treyderlar uchun demak, savdoni boshqarish bo'yicha bepul robot taqdim etganmiz. Bu galgi robotimiz ham shunga o'xshash, lekin boshqacharoq ishlovchi robot hisoblanadi. Uni vazifasi bitimlar ochish emas, bitimlar yopish hisoblanadi. Endi o'ylashingiz mumkin, bitimlarni o'zim ham yopa olaman degan. Yo'q, lekin bu yerda umuman boshqacha narsa bor. Demak, bu bizda anti-prosatka deb nomlanuvchi robot hisoblanadi. Bu o'zimiz shaxsiy g'oyalarimiz asosida tayyorlandi, o'zimiz tayyorladik. Anti-prosatka robotni, demak, prosatkaga tushib qolgan, ya'ni zararga kirib qolgan akkauntlarni savdolarda ko'maklashib, yordamlashib, aniqroq aytadigan bo'lsam, qo'lda savdo qilasiz, kunlik daromadlardan o'sha prosatkani kamaytirishga xizmat qiladi. Demak, bu anti-prosatka robotini Telegram kanalidan bepul yuklab olishlaringiz mumkin, bemalol. Endi kelinglar mana shu robotni ko'rib chiqamiz. Albatta, doimiy obunachilarimiz biladi, biz doimiy ravishda bepul robotlar beryapmiz. Undan tashqari qo'llanmasi ham bor. Mana sizlarga maxsus papkani ham tayyorlab qo'ydik. Bu yerda anti-prosatka degan papkani ichida, demak, bizda qo'llanma PDF bor. Bu yerda hamma ma'lumotlar berilgan, ya'ni videoda qolib ketgan ma'lumot bo'lsa, shu qo'llanmani o'qib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, umumiy robot nima haqida, ya'ni umumiy vazifasini tushuntiraman. Bu MetaTrader terminalida qo'lda yoki boshqa robotlar yordamida savdo qiluvchi treyderlar uchun maxsus ishlab chiqarilgan savdo robotidir. Uning asosiy vazifasi hisobingizda zarardagi bitimlarni, ya'ni prosatkani kunlik yopilgan daromaddan, ya'ni foyda hisobiga asta-sekin qisqartirib borish, ya'ni trimming qilish orqali akkauntni sog'lomlashtirish bo'ladi, ya'ni prosatkani kamaytirish uchun xizmat qiladi. Ko'pchilik treyderlar stop loss qo'ymaydi, shunchaki buy sell bitimlar ochib, oxiri shunaqa prosatkaga tushirib qo'yadi. Mana shu narsa, demak, bizni prosatkani olib chiqib ketishga yordam beradi. Ko'pchilik treyderlar prosatkaga tushgandan keyin, misol uchun aytaylik, $1000 depoziti bor, $600-500 prosatkada turibdi, ya'ni zarar turibdi. $500 deylik, 50% bo'ladi. Bu yoqda asosiy balansi 50% zararda va kunlik daromad qilyapti hali ham. Scalping ishlaydi, qanaqadir yechimlar qidiradi, lekin topgan daromadidan, kunlik daromadidan ana u zarardagi bitimlarni yopib ketmaydi. Asli qoidasi bo'yicha zarardagi bitimlarni kamaytirib, ya'ni trimming qilib borsak, prosatkadan chiqib ketish ehtimoli yuqori bo'ladi. Unaqada prosatkadan chiqib ketish qiyin bo'ladi. O'shaning uchun mana shu robotni ishlab chiqardik. O'zbekistondagi treyderlar uchun juda ham qulay, ularni o'ylagan holatda chiqarilgan. O'zi bunaqa savdo qilish tavsiya etilmaydi. Hech qaysi treyder, ya'ni bilimli, yaxshi treyderlar tavsiya qilmaydi. Haligi Instagramga chiqib olib razgonchilar yoki nima deydi, $100 dan BMW olaman degan bolachalar
u treyder emas ular shunchaki PR ortidan quvuvchilar hisoblanadi. Haqiqiy tradingda aslida bu prosentga kirishni o'zi ham noto'g'ri, stop loss bilan ishlash kerak doim, lekin O'zbekiston sharoitida baribir ming tushuntirganimiz bilan shunaqa savdo qilishyapti odamlar. Endi bu robot mana shu prosentkalardan qutulishga yordam beradi. Demak, prosentkani tekshiradi, foizlarda kunlik foydani tekshiradi, ya'ni bir kunda qancha daromad qildi va byudjetni aniqlaydi. Mana shu foydadan necha foizini, masalan 50%ni o'sha byudjetga olib o'tadi va nishon bitimini tanlaydi, ya'ni qaysi bitimni yopishni plan qiladi. O'sha plan qilgan bitimini keyin kunlik byudjeti yetarli bo'lsa yopadi. Asosiy ishlash prinsipi xuddi shunaqa tartibda bo'ladi. Sozlamalarda hamma ma'lumotlar keltirilgan, sodda nisbatan. Endi ishlashini ko'rsatamiz, robotni o'zini ko'rsatamiz. Chiqib ketadi. Robot o'rnatish, boshqa ma'lumotlar hammasini o'rgatganmiz. U menimcha sizlarga muammo bo'lmaydi. Xullas, demo shotda men atayin prosentka qilish maqsadida bitimlar ochib qo'ydim 5-6 ta. Va e'tibor bering, robot bilan tanishamiz. Antiprosentka roboti bu yerda panel ko'rinishida turibdi. Demak, bizda holat faol, foiz 50%. 50% ya'ni yalpi daromaddan, kunlik daromaddan 50%ni yopishga tayyor. Joriy prosentka 0.03% ekan. Bu yashil turgani, bu yaxshi degani. Trimer ish vaqti 30%, ya'ni prosentkamiz 30% dan oshadigan bo'lsa, trimer ishga tushadi. Kunlik yalpi foyda $57. Misol $57 bitimni yopib yuborganimda $57 bo'lsa, mana shundan $28 ni yopishga tayyor. Ya'ni trading byudjeti hisoblanadi. Bugungi yopilgan zararlar $31. Ya'ni bitimlarni yopib yuborgan shu yerda o'zida. Endi bu yerda zarardagi bitimlar ko'rsatib beradi. Jami 5 ta bitim, buy 2 ta 29 $30, misol sell 3 ta $48-50 atrofida o'ynab turibman. Buy selllarni hisoblab beradi. Endi bugungi statistika bo'yicha 5 ta bitimni yopibdi, $31 zarardagi bitimlarni yopibdi. Xullas, bitimlar sonini mana kamaytirgan akkauntda. Shunaqa. Endi mana bular foydada yopilgan. O'shaning uchun akkaunt umumiy foydada turibdi, lekin mana bu bitimlar yopilgan mana. Endi qaranglarda ishlash prinsipini shunday tushuntiraman. Mana bu robotning sozlamalari. Misol trimer ishga tushishi. Misol uchun sizda $1000 balans bor. Qanaqadir robotni o'rnatyapsiz. Qo'lda savdo qilish emas, mayli, boshqacha grid robot o'rnatdingiz. Takrorlanmas robotlar kanalida, Telegram kanalimizda bepul robotlar juda ham ko'p, lekin u robotlarda bu funksiya bo'lmasligi mumkin. Ya'ni risklarni oldini oluvchi. Misol uchun robotni ishga tushirdingiz, robot 30% prosentga kirdi. Ya'ni $1000 balansga $300 dan oshiq prosentga qildi. Siz robotga ishonasiz, robot olib chiqib ketadi shu joydan deysiz. Oxirida silib bo'lishi mumkin bu jarayon. Lekin mana shu narsani yoqib qo'ysangiz, ya'ni robot o'rnatdingiz, mana bu oynada faraz qiling, robot ishlayapti. Xuddi shu paraga yana bitta oyna ochgan holatda o'sha antiprosentka robotimizni o'rnatasiz serveringizda. O'rnatib turib, mana shuni ishga tushirib qo'yasiz va u avtomatik ishga tushadi. 30% prosentkani oshgandan keyin yoki belgilab qo'yishingiz mumkin. 50% bo'lishi mumkin, 10% yoki 5%, misol uchun 10% qilib qo'ysak o'zgaradi. Trimer mana 10% ga tushirildi. Demak, 10% prosentkaga yetadigan bo'lsa, balans oshadigan bo'lsa, ya'ni balanslarni yopishni boshlaydi. Qanday tartibda? Bitimlar demoqchi edim. Kunlik foydalanish anaqasi foizi, foydadan 50%, ya'ni mana bu yerda yozilgan $57 topilgan bo'lsa bugun, shuni $28 ni yopib yuborishga tayyor bo'ladi. 100% qilib qo'ysak, demak, to'liq $57 ni yopib yuboradi. Kelinglar shuni. Mayli, 100% qilamiz. Hammasini yopib yuborishga tayyor bo'ladi. Endi mana shu holatda buy va sell bitimlarimiz bor. Shu joyda endi yopilish yo'nalishi har ikkala tomon. Ya'ni
ham buy ham sell bor va hozir shu nastroykada har ikkala tomondan yopadi. Endi faraz qilaylik, oltinni ko'proq misol uchun buyga yuradi deb o'ylayapmizda va sell bitimdan qolib ketmaslik kerak. Reja bo'yicha sell bitimdan qolib ketsa yaxshi emas. Mana bu yerda sell bitim bor ekan bizda. Endi shuni kamaytiradi faqat sellarni, ya'ni faqat selni kamaytirsin deydigan bo'lsak, demak faqat sell bitimlarni yopadi. Shunda bozor mana bu holatda misol sekin tepaga qarab yurishni boshlayapti. Go'yoki o'sha paytda faqat sellarni kamaytirsin, baylar turib turaversin. Chunki qancha tepaga yursa, mana u juda ham bay bo'lsa sizda qancha narx tepaga yurgan sari u bay prosentyaj avtomatik kamayadi, foydaga chiqib ketishi mumkin. Shuni evaziga. Endi keyingisi narxga eng yaqin bitimni avval yopadi yoki narxdan eng uzoq bo'lgan bitimni. Ya'ni shu joyda mana bu yerda bitim bor, mana bu yerda bitim bor. To'g'rimi? Bitta yo'nalishda buy, mana bu buy, mana bu yerda ham buy bor. Shu joyda agarda narxga yaqinini belgilasak, mana bu bitimni yopib yuboradi. Ya'ni bu yerda nimadan yutamiz? O'sha bitimni minusi katta bo'lmaydi, lekin kattaroq lot hajmda yopiladi. Misol uchun $57 4 ta 5 ta bitimni yopib yuborish mumkin mana bu yerda. Endi uzoqdagisi bo'lsa, albatta uni zarari ko'proq bo'ladi. Uzoqdagi bitimda zarari ko'proq bo'lganligi uchun lot hajmi kichikroq yopiladi. Ya'ni umumiy mana bu yerdagi buy va selllar sonini kamaytirish uchun bu narsa xizmat qiladi. Ya'ni bitim qancha kam bo'lsa akkauntda shuncha xavfsizroq ishlaydi. Shunaqa. Endi qisman yopishga ruxsat. Ya'ni agarda 0.05 lot ochilgan bo'lsa, misol nechidir foizi, nechidir qismini yopadi. 0.05 ochilgan, 0.01 ni yopyapti misol uchun. Shu narsa uchun bu xizmat qiladi. Tekshirish oralig'i har 3 soniyada yoki har 5 soniyada tekshirish mumkin. Endi bu o'zi uchun magic number, bu dasturchilar, ya'ni algo traderlar uchun narsa hisoblanadi. Bu tegmaysiz bu sozlamasiga. Endi bu qo'shimcha sozlamalar, minimal zarar, cheklovsiz. Bo'ldi. Asosiy sozlamalar shu yerda. Panel sozlamalari buni ham o'zgartirmaysiz. Shu holatda qolgani ma'qul. Endi ana xolos, menimcha qanaqadir yangilik bormidi? Bugun juma, oltin tepaga qarab 1 minutlik time frame ekan. Endi xullas ko'rib chiqamiz yana. Keyingi nishon sell, oxirgi raqami 29.74 ekan. Demak 29.74 ni ko'ramiz. Ticket raqamida 29.74. Bitta tepada aytgan. Mana bu bitimda yopishga nima deydi? Nishon sifatida qarayapti. Nishonni zarari 47, demak anaqa ekan. Endi 100% qilib qo'yamiz evaziga 57 da bu yerda, to'g'rimi? 0.15. Endi butun sonda qabul qilarmikan, shuni ko'rib chiqamiz. Qabul qilmasa, prosentyamiz 0.01 bo'lsa, ya'ni uje prosentga anaqa bo'ladi. Hozir yopib yuborish kerak mana shu nishonni. Yo, butun son bo'lgani uchun qabul qilmadi. Kasr son bo'lgani uchun butun son bo'lishi kerak, lekin butun son ham 1% dan oshmadi anaqamiz, prosentyamiz, o'shaning uchun yopolmadi. Lekin o'sha holatda o'zi yopib ketaveradi. Uje nishon zarari $9. Yo, uzr. Hozir 0.05 ekan, yopibdi qisman yopishga ruxsat berilgan. 0.04 miqdorini yopib yuboribdi. E'tibor bermay qolibman. Robot to'g'ri ishlayapti. Demak 0.01 holatda ham, demak endi prosentga 1%, ya'ni 0.01%, bu juda ham kichikgina. Bu degani topgan pulini prosentkani yopishga sarflayveradi. Chunki juda ham hozir uje qizardi joriy prosentga, chunki nastroykadan ko'ra balandroq bo'lib turibdi. Kunlik yalpi foyda 57.
qisman yopishga ruxsat berilgan. Keyingi nishon xuddi shu 2974 bo'lib turibdi. Endi shuni eng uzoqdagi bitimda yopadigan qilsak, demak 5738 tiketli mana bu bitimni yopadi. Bu yerda faqat sel qilingan. Endi har ikkala tomonni yopish kerak deydigan bo'lsak, nishon ikkita bo'lishi kerak. Xullas, mana shu yerda endi 5738 raqamli bitimda yopishga urinadi agarda daromad oshadigan bo'lsa. Shunaqa tartibda ishlaydi. Buni pauza qilib qo'yish mumkin. Ya'ni pauzada demak robot butunlay to'xtaydi. Yana bossak, yana ishga tushib ketadi. Qayta hisoblashda anaqalarni qaytadan hisoblaydi. O'zi har 30 sekundda hisoblaydi agarda nastroykasi kattaroq bo'lsa. Shunaqa umumiy olganda prosatkani kamaytirishga demak xizmat qiladi bu robotimiz. Demak 5738-bitim bu yoqdan ekan. Mana bu bitimda nishon qilib olyapti. 66 zararda ekan. Endi kunlik daromadimiz bizda ko'proq bo'lishi kerak. Buning uchun nima qilamiz? Sel ochamizmi? 0.10 bilan sel ochib ko'ramiz. Daromad qilib ko'ramiz. Agarda o'xshasa-da yo'q, ochmay qo'yamiz ekan. Mana bu ochiq bitimlarni yopsak ham foydadagi bitimlarni. Uji mana trimer yana ishladi, nishon o'zgardi. 5788 da yopamiz deyapti. 5788 qani? 5788-bitim 001 bitim lot ekan. Istoriyaga qaraydigan bo'lsak, mana yana yopibdi. 5738 da ham yopib yuborgan mana. Video ozgina oldinga anaqada. Shunaqa holat menimcha normal foydalansa albatta manfaatli bo'ladi. Buni avtomatik holatda ham ishlatasiz, ya'ni o'rnatib qo'ysangiz bo'ldi. Qanchadir unaqasini yopib boraveradi. Mana $176 daromaddan xuddi shunchadagi zararda yopilgan. Bugungi yopilgan zararlar endi hisoblashda ya'ni yopishga uringanda ozgina uspet qilmagan evaziga ko'proq bo'lgan bo'lishi mumkin. Ozgina, lekin bo'lib ham hozir iqtisodiy yangilik chiqib qoldi. Shunaqa. Jami 11 ta bitimni yopib $184 zararni kamaytirgan. Ya'ni kunlik daromadlardan buni kamaytirsa bo'ladi. E'tibor beramiz yana. Hozir uje pastga tushyapti. Mana ular foydalarni yopamiz. Foyda oshdi. Endi yopish kerak, adashmasam. 13 ta bo'ldi. Menimcha yopdi. Qaramay ham qoldim. Videoni orqaga qaytarib ko'rib olish mumkin. Mana bu bitim yopildi haqiqatda. Yo'q, buni o'zimiz yopdik shekilli. Xullas, ozgina chalkashroq vaziyat. 5591 yopilibdi, to'g'ri. Endi avvalgi nishon 001 lot edi. Endi mana bu bitimga nishon sifatida qarayapti 004. Demak, prosatkalarda daromadlardan kamaytiruvchi robot hisoblanadi bu. Bemalol foydalansanglar bo'ladi. Jami 13 ta bitim yopgan, $207lik zarardagi bitimlarni yopib yubordi. Shunaqa foydalaninglar, albatta manfaatli bo'ladi sizlarga. Yuqorida aytganimdek, buni misol akkauntlaringizga ulab turib, o'zingiz qo'lda, ya'ni serverga ulab qo'yib qo'lda savdo qilsanglar, bu 100% ko'rsatgani bu juda anaqa. Misol prosatkamiz 10% dan oshsa va oshgandan keyin necha foizini? 20%ni, ya'ni kunlik daromaddan 20 yoki 30%ni kamaytirib borsak, manfaatli bo'ladi menimcha. Chunki ham daromad qoladi yoki 10% emas, misol 3% deylik. Prosatka 3% dan oshdimi, uje bu yoqda kamaytirib boradi qisman. Bitimlarni yopib boradi. Menimcha bu
savdo psixologiyasiga ham zo'r imkoniyat bo'ladi, chunki majbur o'zi yopadi. Siz o'zingizga shu narsani miyangizga o'rnatib olishingiz kerak. Shu bitimlarni yopishiga roziman, lekin e'tibor bering, to'g'ri nastroyga qilish kerak, chunki bu yopib yuboradi. Ko'rdinglar videoni o'zini ham. Videoda nima deydi, ozgina anaqa demo shotlarda tushunib olishingiz kerak bo'ladi. Ishlatib boshqa qilib nastroykalari noto'g'ri qilib qo'ysangiz, baribir zarardagilar yopadi, baribir ham, lekin noto'g'ri bitimlar yopib yuborishi mumkin. Shuning uchun bizga anaqa bo'lmasin. Ya'ni bizni sizlarga zararimiz tegmasin, maksimal foydamiz tegsin deb mana shu narsalarni chiqaryapmiz va sizlardan ham umid qilamizki, mana shu narsani e'tibor berib, testdan o'tkazib, avval sinab ko'rib, qo'llanmalarni o'qib ko'rib, keyin ishlatsanglar yaxshi bo'ladi. Demak, sog' salomat bo'ling. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Albatta bu robotni Telegram kanalidan bepul yuklab olishingiz mumkin. Yana eslatib o'taman, bunaqa robot menimcha boshqa yerda ko'rmadim hali. Xudo xolasa bu narsani sizlarga chiqarib berdik. O'zi buni ozgina tarixi bor. Yana qo'shimcha qilib qo'yaman, esimdan chiqib qolibdi. Videoga qo'shmoqchi edim bu gapni. Bitta akamizda shunaqa prostatka holati turganda, maslahat so'ragan paytda men o'ylab turib, hayolimga shu narsa kelib qoldi. Ya'ni bitimlarni majburan o'zi yopsa, nechidir foizlarni hisoblab, prostatkalar kamaytirib borsa. Ya'ni men unga taklif qildim, prostatkalarni kunlik daromad qilib, prostatkalarni lotlarni sekin kamaytirib boring dedim. Yo'q, u bay ketib qoladi, bay ketsa o'zi kamayadi degan anaqani beryapti. Sel ketib qolsa-chi mana ozgina xursand qilib qo'yib yana orqaga qaytyapti tilla misol. O'shanaqa vaziyatlar uchun albatta metin psixologiya kerak odamda, treyderda. O'shaning uchun mana shu narsani o'rnatib qo'ysanglar, kunlik daromadlaringizdan 30%ni, 50%ni o'zingiz xohlagan summasini belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Foizini o'shani kamaytirib, prostatkani chiqarishga yordam beradi. Agarda mana shu robotdan kimdir foydalanib prostatkadan chiqib ketsa, biz xursand bo'lamiz. Albatta izohlarga yozib qoldiring, o'zimizga aloqa chiqinglar. Albatta bundan maksimal foydalansanglar, albatta biz xursand bo'lib, yana ham shunaqa odamlarga manfaatli videolarni, robotlarni tayyorlab chiqarib beramiz sizlarga. Shuning bilan video o'z nihoyasiga yetdi. Sog' salomat bo'linglar.